Rafael Agaev shunchalik ko'p chempionliklarni qo'lga kiritganki, hatto Guinness rekordlar kitobi ham uni e'tiborsiz qoldira olmadi. Rafael Agaev 5 karra jahon chempioni, 11 karra Yevropa chempioni va hali ham arenalar yarga chiqib, raqiblarni hayratda qoldirayotgan tirik afsona. Uning raqibi Raymond Daniels. Uning oyoq zarbalari shunchalik tezki, ko'z ilg'ab ulgurmaydi. Qora belbog' so'hibi, 6-dan ustasi. Qaraganda teng kurashdek tuyulardi, ammo ilk soniyalardanoq bir narsa aniq bo'ldi. Agaev bu yerga shunchaki jang qilish uchun kelmagan. U dars berish uchun chiqqan edi. Daniels masofani ushlashga va xavfli tepishlarni ishlatishga urindi. Ammo Agaev chaqmoqdek yaqinlashdi. Boshga aniq zarba yo'lladi va amerikalik bir zumda nima bo'layotganini tushunmay qoldi. Agaev raqibini xuddi murakkab mexanizmdek bosqichma-bosqich parchalab tashladi. Har bir harakatini o'qiydi, har bir imkoniyatini yopdi. Uni qurolsiz qoldirdi. Unga hech qanday bo'shliq bermadi. Odamlar olmosni yer yuzidagi eng qattiq modda deyishadi. O'sha kuni Rafael Agaev isbotladi. Bu shunchaki laqab emas.